Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham, mana shu 2 sotka yer maydoniga joylashgan tayyor patkul sifat bilan qurilgan uchastkaga точный qiziqib qolasiz. O'rtacha tumani, Qorasuv, Kuxinuri yonginasida joylashgan bo'tda katta yo'ldan taxminan 700 metr orasida tushib keldi. 2 sotka yer maydoniga joylashgan 3 xonali plus kuxnya bo'tda полностью yevro remontda yangi uchastka bor yo'g'i $48,900 evaziga sotiladi. Batafsil video davomida ko'rsatib beraman. Ko'chasini ko'ryapsizlar, fayzli tinch mahallada joylashgan. Ichki atrofni ko'radigan bo'lsak, kiraverishga bitta mashina bemalol sig'adi. Kattagina hovlisi, ziloniy zona joylashgan bo'lsa, hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Oppoqqina fasadda tayyor patkulchi yevro remontda. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Ichkari tarafni ko'radigan bo'lsak, kiraverish uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda bitta katta zal, mehmonxona joylashgan bo'lsa, o'ng qo'lda birinchi xonamiz, ayollar uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Полностью komplekt holatda har bitta xonaga e'tibor beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bitta umumiy sanuzor joylashgan bo'lsa, eng oxirida bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Orqa hovliga qaragan oynalari bor va bitta bolalar yotoqxonasi ro'parada. Kladovka xonani ham ko'rishimiz mumkin. Orqa hovlisiga ham ega.